Bu videoni ko'rib yoshligim esimga tushib ketdi. Bizda vaqtimizda bir dona ruchka, 12 varaqlik daftar, kim bir dona gul berardik, shu ham simi qayrilib bo'lardi. Agar kimda kim ofishda etiradi, 24 varaqlik daftar bersa, u buni puli ko'p, otasini puli ko'pda, pulni qaydan olding deyardik-da. Zo'r davr edi. O'qirdik, ustozni hurmat qilardik, direktorni hurmat qilardik, ota-onamizning gapiga kirardik, o'qish uchun borardik. Hozirgi yigitlar nabarat 10 yildan keyin bitta mashina podarka qilgich bo'lardi. Ol meni aytganim bo'ladi. 10 yildan keyin bitta Spark yoki Damas podarka qilasizlar qizlar uchun. U darajada cho'qin vormaylar yigitlar. U bizlar bergan vaqtimizda daftarni qizlar uyalib somkasiga solardi. Shuni ham uchini qayirib qo'yardi. Yigitdan gul olibdi yoki podarka olibdi demasin deb oriyati kuchli edi. Hozir qizlar betlaring qotib ketyapti. Mana uncha ayiqni qanday ko'tarib kirasizlar? U mayli bayramlaring, sinfdoshlaringdan podarka ollaring u darajada 200 ming, 300 minglik ayiqni olib yigitlar ota-onalaringning sho'rini qaynatmaylar. Bironta maktab balasi ishlamaydi. Ota-onasidan oladi, biladi-da hamma. 6 ga 6 ni qo'ysa nechi bo'ladi? 15 mi, 16 mi deb turadi. O'qimaydi. Bilim yo'q, kallada alif yo'q, mir yo'q, sir yo'q. Ota-onani hurmat qilmaysizlar. Ma'limni, ustozni, direktorlarni bir tinga olmaysizlar. Ustoz bilan nima? Ma'lim bilan o'quvchi nos chekib o'tir, sigaret chekib o'tirganlarni ko'ryapmiz-da endi. O'sha uchun ustozni hurmat qilmadingmi, ota-onani hurmat qilmadingmi, xayolingda qiz, pul bo'ldimi? Oxiri borib shu alkash bo'lib ketasan. G'ulomjondan foydali maslahat bloger Tojikistondan. Yaxshi o'qinglar, inson bo'linglar. Xudo xolasa, Xudoyim sizlarni cho'qqiga olib chiqib qo'yadi. Jonlaring sog'in. Tojikiston hamma vaqt pesh.